quyidagi reja asosida ishlaymiz. Birinchi, funksiyaning qavariqligi va botiqligi. Ikkinchi, funksiyaning egilish nuqtasi. Uchinchisi, funksiyaning grafikaga o'tkazilgan grafikining asimtotalari. Bu asimtota degan so'z sizlar uchun yangi bo'lishi mumkin, men hozir tushuntirib beraman. Asimtota bu atama. Mana bilar ekan. Xo'p, keyin oxirgi o'tadigan oxirgi rejamiz funksiyaning grafikini yasash. Agarda qarang, biz funksiya endi qarang. Funksiyaning grafikini chizganda biz ikkita nuqta olaylik. Bizning funksiyamiz AB sohada berilgan bo'lsin deylikda, shu AB sohada AB oralig'idan x1 va x2 nuqtalarini shunday tanlaylikki, uni biri ikkinchisidan katta yoki biri ikkinchisidan kichik bo'lsin. Mana biz tanlagan x1, x2 nuqtalarimiz x1, x2 dan kichik ekan. Ana shunday tanlab olamiz. Agar biz yerni o'zida chizib aniqlarga bo'lsak, mana koordinata sxemasi bundan hop mana x1 nuqtamiz, mana x2 nuqtamiz. Funksiyaning grafika qandaydir mana shundaymiz. Biz endi bunday analitik ko'rinishini ham bilmaymiz, jadval ko'rinishini ham bilmaymiz. Umuman mana shunaqa degacha kelib anaqa bo'rtib chiqqan. Mana bu oraliqda cho'kkanlik tasavvur qiling. Ana shu narsa matematikada botib qavariq deyiladi. Mana bu o'zlari bo'rtib chiqqan joyi qavariq bo'lar ekan. Bot turgan, cho'kib turgan joyi botib deyilar ekan. Va biz uni qanday aniqlaymiz? Biz funksiyaning grafikini chizamiz. Mana x1 nuqtani hosil qiladi. Mana bu nuqtani hosil qilyapti. Buni A desak, xo'p, x2miz barabar. Shu ikkita nuqtani tutashtiramiz. Ana funksiyaning grafiki qanday holatda bo'lyapti? Biz ikkita nuqtani tutashtirganimizda hosil bo'lgan to'g'ri chiziqqa nisbatan uni grafikni solishtirsak, x1, x2 oralig'ida, mana shu oralig'ida funksiyaning grafiki to'g'ri chiziqdan yuqorida joylashgan. Shuni siz ham sezyapsiz. Keling, mayli, shuni ikkitalik chiziq bilan chizib qo'yaylik. Mana funksiyaning grafiki shu oralig'ida ana shunday bo'lyapti. To'g'ri chizig'imiz esa mana pastda. AB to'g'ri chiziq pastda. Mana shunday holat bo'ladigan bo'lsa, biz aytamizki, berilgan funksiya x1, x2 oralig'ida qavariq deyiladi. Shunday qilib ta'rif shunday beramiz. Ana shu chizmadan kelib chiqib biz shunday ta'rif beramiz. Agarda biz tanlab olgan oralig'ida x1, x2 oralig'ida shu nuqtalarni tutashtiruvchi to'g'ri chiziq o'tkazganimizda funksiyaning grafiki shu to'g'ri chiziqdan yuqorida joylashgan bo'lsa, shu oralig'da berilgan funksiya qavariq deyiladi. Agarda mana bunday holat bo'lsa, qarang.
endi xo'p, funksiyaning grafiki to'g'ri chizib, funksiyaning grafiki bunday bo'lsa, mana qarang. Funksiyaning grafiki bunday bo'lsa. Bu yerda bitta narsaga e'tibor bering. Mana bu holatda biz buni qavarib dedik. Bu holatdagi, bu holatni yaxshilab tahlil qilib ko'raylik. Qarang. X'imiz x1 dan x2 ga qarab o'zgarib borganda funksiyaning grafiki shunday kelyapti. Mana ustdan men qo'limni yurgizyapman. Mana shu yerga kelganda chiziq bilan funksiyaning grafiki bir xil bo'lib ketdi. Keyin yana ko'tarildi. Mana shunday holat bo'ladigan bo'lsa, x1, x2 nuqtalar orasida berilgan funksiyaning grafiki berilgan funksiya qavariq deyiladi. Boyagiga bir tuzatma kirib ketay. Mana bu yerda, mana bu holatda qat'iy qavariq deyiladi. Mana bu holatda oddiygina qavariq deyiladi. Chunki bu ma'lum bir joyda qavariqligi yo'qolayapti. Ta'rifni mana bunday beramiz. Agar har qanday oraliq x1, x2 mana ko'ryapsizmi? Oraliqning chekki nuqtalari kirmayapti. Bu funksiyaning aniqlanish sohasi A, B da olingan ixtiyoriy x1, x2 oralig'ida biz mana bu L to'g'ri chiziq deganimiz, boyagani to'g'ri chizig'imiz f(x) funksiyaning grafiki tasavvur emas, aniq mana shunday holat bo'ladi. Biz faqat shuni anglay olishimiz kerak. Mana bitta funksiya uchun grafik va o'sha aytilgan to'g'ri chiziq o'tkazildi. Mana bu yerda qarang. Bu yerda funksiyaning grafiki biz o'tkazgan to'g'ri chizikdan pastda turibdi. Biror joyda mana bunday holat yo'q. Mana bunday to'g'ri chiziq bilan grafik bir xil teng bo'lib qoladigan holat yo'q. Shuning uchun bu holatni biz botiq deymiz. Ana. Boyagi ta'rifimizdan bu ta'rifga farqi u qavariqni botiq. Bir xillikni ikkalasi. Faqat birovda to'g'ri chiziqning grafikidan funksiyaning grafiki pastda mana. Ana shunday hol bo'lganda bu botiq deyiladi. Mana bunday hol bo'lganda u qavariq deyiladi. Tenglik bo'lsa qavariq, agarda tenglik bo'lmasa qat'iy qavariq. Xuddi shunday. Mana bu yerda tenglik bo'lsa botiq deyiladi. Mana bu holat. Agarda mana bu yerda tenglik bo'lmasa, unda qat'iy qavariq deyiladi. Mana shu ikkita narsani bilib oldik. Savollaringiz bormi shu hozirgi aytgan narsalarim bo'yicha? Agar qat'iy bo'lmasa, unda mana bunday bo'ladi. Xo'p, misol uchun mana shunday bo'ladi mana. Ana. Ma'lum bir joygacha mana x1 dan borib qarasak, ma'lum joygacha ikkalasi teng bo'ladi. Buyog'iga teng botiq bo'ladi. Mana bu qat'iy botiq emas bu. Agarda mana bunday holat bo'lsa, qat'iy botiq bo'ladi. Bu yerda boya aytganimdek qarang. Tenglik joyi yo'q. Mana bu tengligi yo'q. Tenglik yo'q. Tushundingizmi? Agar tenglik bo'lsa, mana bunday holat bo'lib qoladi. To'g'ri chiziq bilan funksiya grafiki teng bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Yana savol bormi? Agar savol bo'lmasa, tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi nimaga o'tamiz? Rejamizda keyingi xo'p
keling, bitta misolni ko'raylik shu orada. Qarang. Misol, ushbu f(x) teng x kvadrat funksiya r da bu r nima edi? Haqiqiy sonlar to'plami. Haqiqiy sonlar to'plamida qat'iy botiq bo'ladi. Shuni isbotlash kerak. Nima uchun qat'iy botiq bo'ladi? Buni bu savolga javob berish uchun oddiygina grafikani chizamiz, aytilgan nuqtalarni belgilaymiz, shu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqni chizamiz. Agarda funksiya grafiga biz o'tkazgan to'g'ri chiziqning pastida yotsa, demak bu botiq. Qat'iy botiq. Agarda tagida yotmasdan ma'lum bir qismida keng ham bo'lib mana bunday ko'rinishda bo'lsa, mana x1 x2 oralig'ida mana shunday bo'lsa, demak uni oddiygina botiq deb aytadigan. Ana shu so'ralgan narsani isbot qilish uchun grafik chizdik. Qora rangda chizilgan bu y barobar x kvadrat funksiyaning grafiki. Bizda so'ralayotgan aniq bitta oraliq yo'q. Butun oralig'da, ya'ni butun haqiqiy sonlar to'plami -xdan +xgacha qaysi nuqtani ko'rmay, o'sha joyda mana bu funksiyaning grafiki biz o'tkazgan to'g'ri chiziqdan pastda yotadi. Mana ishonmasangiz mana shuni to'g'ri chiziq deb faraz qiling bari. Ko'ryapsiz? Grafik pastda, to'g'ri chiziq tepada. Buni butun oralig'ida bo'lgani uchun biz bemalol aytib beramizki, kvadrat funksiyaning nimasi grafigi parabola bu doim botiq. Doim botiq. Butun o'zini aniqlanish sohasida botiq. Bo'ldi. Misolga tushuntiring. Hech qanday murakkab joyi yo'q, shunday to'g'ri chiziq o'tkazasiz, qaraysiz, grafik tepada. Faqat qat'iy botiq deyishimiz kerak edi. Chunki mana bunday ma'lum bir joyda teng bo'ladigan joyi yo'q. Davom ettiramiz. Ana endi shunday bitta teorema. Teoremani aytishdan oldin men sizga bir eslatib o'taman. Agarda funksiya grafikning ikki nuqtasida o'tkazilgan to'g'ri chiziqni f(x) funksiyasi berilgan oralig'ida hosilaga ega bo'lsa, birinchi tartib hosilaga ega bo'lsa, bu funksiya shu a'zo oralig'ida botiq bo'lishi uchun uning hosilasi nima bo'lishi kerak? O'suvchi bo'lishi kerak. Degan bo'lsa, to'g'ri chiziq tenglamasi bo'ladi. Ana shu to'g'ri chiziq tenglamasi endi biz tenglamasini yozmaylikda endi. Qora yozuvni o'zini qarang. Funksiyaning qiymati mana shu to'g'ri chiziqdan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Ya'ni katta emas. Mana botiqlikning sharti shu edi. Botiq bo'lish uchun to'g'ri chiziqdan pastda bo'lishi kerak-ku mana. To'g'ri chiziqdan pastda bo'lishi kerak. Yoki misol yuqorida grafikni qarashingiz mumkin. Mana botiq bo'lgan biz aytdik-ku, to'g'ri chiziqdan pastda bo'lishi kerak. Shunda mana shu ana shu tengsizlik bajariladi. Bu tengsizlikda oddiy hisob kitoblarni qilsak, ya'ni nimanidir ummaxraj berib yuborib, nimanidir qo'shib, ayirib hisoblashimiz natijasida mana bu tengsizlikni hosil qilamiz. Bu tengsizlikni hosil qilishda
biz mana bunday almashtirishni bajaramiz. Mana qarang. Agarda uyda o'zingiz hisoblaganingizda chiqmay qolsa, siz mana bunday almashtirishni bajaring. Bor. x1 minus x2 ni keng deyapmiz. x2 hosilasining qiymati. Mana bu ifodada. Shu hosilaning qiymati ana shunday kichik bo'ladi. Bunisi katta bo'ladi. Qisqasi mana shunday yozadigan bo'lsak, mana boyagi kengchiligini oladigan bo'lsak, pastga tushirishdi ham. Shunday qilib teoremani isbot qildik. Zarur qismini, endi yetarli qismini isbot qilamiz. Mana bu orada men ko'rsatmay o'tib ketdim. Haligi qat'iy bo'lganda, tenglik yo'q bo'lgandagi holatga alohida to'xtalgandik, lekin uni sizga ko'rsatib o'tirmadim. To'g'ridan to'g'ri ana shu isbot yetarli bo'ladi. Endi yetarlilik shartini isbotlaymiz. Yetarlilik. Berilgan funksiyamiz A va oralig'ida o'suvchi bo'lsa, agar u o'suvchi bo'ladigan bo'lsa, S2 esa x dan katta. Mana qarab tenglikka qarang, bundan kelib chiqadiki S1 x2 bo'ladi. Xo'p. Endi ikkinchi tarifdan teoremani o'tamiz. İkinci teorem burada. Agarda bu teoremani isbot qilish mumkin. Buni isbot qilishda siz funksiyaning monotonligidan foydalanasiz va yuqorida aytgan qoidalar bo'yicha Lagrange teoremasi yordamida isbotlaysiz. Mana endi mana bu misolga kelamiz. Mana shu f(x) teng natural logaritm x degan funksiyamiz shu o'zining aniqlanish sohasida o'suvchimi, kamayuvchimi shuni bilish uchun boyagi teoremaga murojaat qilamiz. Hosilasini hisoblaymiz. İkinci tartibli hosilasi, mana birinchi tartibli hosilasi bir taqsim x bo'ladi, ikkinchisi mana shunday minusdan bir taqsim x bo'ladi. Mana bu kasrimiz doim musbat. Oldda minus turibdi. Demak, musbat son manfiy bo'ladi. Oldda minus turgan bo'lsa, bundan kelib chiqadiki, mana bu minus bir taqsim x kvadrat deganimiz doim noldan ekan. Bu ikkinchi teoremamizga asosan ikkinchi tartibli hosilasi nolga teng bo'lsa, nimadan noldan kichik bo'lsa, u holda bu nima bo'ladi? Botiq bo'ladi. Qavarin bo'ladi. Mana bu misolni hozir tezgina yozib olasiz. Biz shu x to'plamdan x0 degan nuqtani olamizda, uning delta atrofini qaraymiz. Delta atrof eslaringizda. Bizning funksiyamiz tarif. Agar f(x) funksiya x to'plamda f(x) funksiya berilgan, bu to'plamda bitta x0 nuqtani olamiz. Bu shu to'plamdan olingan. Bu o'zi aslida haqiqiy sonlar to'plamining bir qismi. Shunday bo'lsin. x0 nuqtaning delta atrofi. Buni bunday yozardik. U delta
x0 bu x0 nuqtaning delta atrofi. Agarda bunday sonli to'g'ri chizig'ida ko'radigan bo'lsak, mana shunda x0 nuqtamiz shu bo'lsa, delta degan sonimiz birdan kichik musbat son. O holda x0 ning delta atrofi degani mana bu. Ana shu atrof x0 nuqtaning delta atrofi deyiladi. Bizda mana kesma bo'lyapti. Mana shu yerdagi nuqtalar mana bu shartni bajaradi. x0 minus delta x0 plus delta degan oralig'imiz mana shu oraliq bo'ladi. Mana qalinroq qilib chizib qo'yaylik. Mana shu yerda funksiyaning grafiki mana bunday bo'lsa, mana bu yerda qavarib bo'lyapti, mana bu oralig'ida funksiyamizning grafiki qavarib bo'lyapti. Mana bu oralig'ida botiq bo'lyapti. Qavariblikdan botiqlikka o'tyapti. Ana shunday paytda funksiyaning grafiki burilar ekan, egilar ekan, egilish nuqtasi deymiz. Ko'ryapsizmi? Barakalla. Endi grafikni xohlagancha chizishingiz mumkin. Mana. Misol uchun botiq bo'lib kelyapti-da, keyin qavarib bo'lib ketyapti. Mana shu yerda, mana shu nuqtada funksiyaning grafikini shunday burganga o'xshaydi. To'g'rimi? Ana shu nuqta burilish nuqtasi yoki egilish nuqtasi deyiladigan bu yerda mana bu nuqta. Botiqlikdan qavariblikdan botiqlikka o'tadigan joy, demak, egilish nuqtasi bo'ladi. Tushundingizmi? Endi mana bu ta'riflarni yozib o'tirmaymiz. Boya aytganimdek, keyin beraman, yozasiz. Ana funksiya 3-misolni ko'raylik. Bu misolimizda birdan yozing. Bu funksiya x0 teng 0 degan nuqtada egiladi deyapti. Haqiqatdan ko'raylik. Qarang. Biz bilamiz, qavarib yoki botiqligini hisoblashda biz uning hosilasini hisoblaymiz. Ikkinchi tartibli hosilasi manfiy bo'lsa, bunday musbat bo'lsa, bunday deb boya aytgan edik. Ana qarang. Ikkinchi tartibli hosilasini hisoblasak 6x bo'ladi. Mana x0 degan nuqtamiz bizda mana bu bo'lyapti. Hozir aniq bitta misol ko'ryapsiz-ku, x0'imiz 0 bo'lyapti. Qarang. x0 sal pastroqda yozib qo'ying. Mana pastroqdan 0 yozib qo'ying. Atrofini ko'ramiz. Qarang. Minus delta 0 oraliq. Mana x0 ning atrofi, delta atrofi mana bo'ladi-da. Mana bu mana masofamiz delta bo'lsa, xo'p, x0 plus deltamiz mana bu, x0 plus deltamiz bu bo'ladi. Mana bu oralig'da yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, x'imiz chap tomondan kelyapti. Nimaga qarab kelyapti? 0, x0 degan ana bu nuqtamizga qarang, mana bu nuqtamizga kelyapti.
Bunda biz chapdan kelyapmiz. O'ngga qarab. Endi bu tarafini qaraydigan bo'lsak. Bu tarafini qaraydigan bo'lsak, mana bundan boshlab bu yoqqa qarab kelyapti. Bu o'ngdan chapga qarab kelyapti. Natijada ikkalasini ham o'sha biz qidirayotgan mana bu oraliq bo'ladi. Bunisi minus 0 dan minus deltadan 0 gacha, bunisi esa 0 dan plus delta. Shu oraliqni ko'ramiz. Qarang, birinchi oraliqda mana bu. Mana bu yerdan xohlagan x ni oling, bu manfiy sondir. Shundaymi? Manfiy son. Mana bu yerga 6 ga ko'paytirsak manfiy son hosil bo'ladimi? Demak, mana bu oraliqda funksiyaning hosilasi ikkinchi tartibli hosilasi manfiy bo'ladi. Bu oraliqda esa bu yerda hammasi musbatga, o'ng tomondan boryapti nolga. Musbat bo'lgani uchun bu yerda mana bu x ni o'rniga musbat sonni qo'ysak, musbat son hosil bo'ladi. Demak, doim ikkinchi tartibda hosila musbat bo'ladi. Xo'p. Ana endi boyagi aytganimizdek, ikkinchi tartibli hosilalar manfiydan musbatga o'tyapti. Ana shu joydan egilish paydo bo'lyapti. Mana bu oraliqda manfiy va oraliqda musbat ekanligini ko'rsatish misolida pastdagi misol aytaman. Mana bu oraliqda ikkinchi tartibli hosilalar manfiy edi. Manfiy bo'lgani uchun bu yerda botin bo'ladi, ya'ni qavarib bo'ladi. Bu 0 va 0 plus delta x edi, delta edi. Bu oraliqda, ya'ni o'ng tomonda 0 ni ikkinchi tartibli hosilalar musbat bo'ldi va grafika bor. Shu orada qavarlikdan botinlikka o'tyapti. Ana shu nuqta, mana bu koordinata bosh bo'lib qolyapmiz hozir. Shu burilish nuqtasi, egilish nuqtasi bo'ladi. Egilish nuqtasi mana bu. Mana shuni OX o'qi bo'yicha shunday yoqqa tushirsak, mana grafik bunday ketadimi? Unda parabolan grafik. Xuddiki nimani parabolan grafik ishlaydi, burib qo'ygandek bo'lyapti. Bo'ldi bilan ketdi. Funksiyani egilish nuqta, grafikning egilish nuqtasini ham ko'rdik. Xo'p. Endi asimtotalar. Agarda qarang, biz funksiyaning grafikini chizganimizda yoki biz umuman olaylik, bizda y barobar f(x) funksiya berilgan bo'lsin. X 0 ga intilganda x 0 ga intilganda limit cheksiz bo'lsa, u holda x barobar x 0 degan to'g'ri chiziq berilgan funksiyaning vertikal asimtotasi deyiladi. Vertikal asimtotasi deyiladi. Bunda qarang. Bunda ana x 0 ga boyagina ko'rdik, x tomondan intilishi. Chap tomondan intilganimizda mana bu yerda minus 0 deb qo'ysak, bu chap tomondan intilish bo'ladi. O'shanda funksiyaning limiti cheksiz bo'lishi kerak.
yoki bo'lmasa o'ng tomondan kelganda. Qayerdan men ko'rsatmalarni ko'rsatgan edim. Mana o'ng tomondan kelyapmiz bunaqasi. Bu berilgan funksiyaning x0 nuqtadagi o'ng limiti deyiladi. Bu o'ng limiti cheksiz bo'lsa, bu holda mana bu to'g'ri chiziq y teng x0 degan to'g'ri chizig'imiz berilgan funksiyaning grafik vertikal asimtotasi deyilar ekan. Qarang, vertikal asimtotada mana bu ikkita limit dedik-ku. Mana bu x0 ga chapdan yaqinlashish va x0 ga o'ngdan yaqinlashish. Mana shu ikkita limit bir vaqtda ikkalasi ham cheksiz bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa birinchisi cheksiz, ikkinchisi to'g'risida hech qanday gap yo'q. Yoki bo'lmasa ikkinchisi cheksiz, ya'ni o'ngdan intiluvchi limit cheksiz, birinchisi to'g'risida hech qanday gap yo'q. Ana shunday bo'lsa ham bu y barobar x kvadrat, y barobar x0 degan to'g'ri chizig'imiz. Men mana bundan to'g'ri yozsam. Sen bola qaysi bir bajarishdan qat'iy nazar, demak bu vertikal bo'lar ekan. Bunga bitta misol ko'ramiz. Vertikal asimtotdagi mana bu x barobar x0 degan nuqta funksiya grafiki mana bunday. Agar shu holat bo'lsa, mana bu to'g'ri chizig'imiz vertikal asimtotda bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bunday holat bo'ladi. Bu mana bu grafik mana buncha vertikal asimtotaga borgan sayin yaqinlashib boradi. Boya boshida men asimtota to'g'risida gapirganimda Nargiza qizimiz aytdi. Funksiyaga cheksiz yaqinlashib boradi-yu, lekin tegmaydi. O'sha qiymatni qabul qilmaydi. Ana shu asimtotamiz mana shu. Tushundingizmi? Bunday asimtotaga ega bo'lish uchun birorta nuqtada funksiyaning shu nuqtadagi o'ng va chap limitlardan birortasi cheksiz bo'lishi. Yoki ikkalasi ham cheksiz bo'lishi. Ana endi keyingi tarifga o'tamiz. Shunday k va b sonlar topilsa-ki, k va b sonlar topilsa-ki, f(x) teng kx plus b plus alfa x deb yozish mumkin bo'lib, bunda x cheksizlikka intilganda alfa x deganimiz 0 ga intiladigan bo'lsa, u holda y barobar kx plus b ko'rinishidagi anaqa to'g'ri chiziq berilgan funksiyaning og'ma asimtotasi deyiladi. Og'ma asimtota deganda biz mana buni tushunamiz. Qarang. Bularni alohida deb qaraylik. Amayli, keyin chizamiz. Og'ma asimtotadagi mana bu k va b'larni shu berilgan funksiyaning o'zidan topsak bo'ladi. K deganimiz limit x0 ga intilganda f x bo'lingan x. Mana shu limit mavjud bo'lsa, o'sha limit k deb olamizda. Xo'p. Va mana bu limitdan bu limit mavjud bo'lsa, buni b deb olamiz. Natijada
mana shu y barobar kx plus 1 degan funksiyaning grafik anaqa to'g'ri chizig'ini hosil qilamiz. Qarang. Bu asimptotda edi, og'ma asimptotda edi. Bundagi k mana bu formula bilan topilar ekan. Mana bundagi b esa mana bu formula bilan topiladi. Shunday qilib biz sizlar bilan asimptotalarni o'rgandik. Vertikal asimptotda bo'lar ekan, unda shu nuqtadagi funksiyaning o'ng chap limitlaridan birortasi cheksiz bo'lishi kerak va og'ma asimptotda bo'lar ekan, og'ma asimptotda mana y barobar kx plus b to'g'ri chiziq bo'ladi. Bunda mana bu k deganimiz f x taqsim x limit x cheksizlikka intilganda b esa limit x cheksizlikka intilganda f x minus kx bo'lar ekan. Mana bu misolimiz x kvadrat taqsim f x teng x kub taqsim x minus 1 ning kvadrati. Ana bu yerda topamiz. K'imiz mana bunga teng. Formula bo'yicha f x taqsim x edi. Ana o'rniga qo'yamiz. Mana shunday. Xo'p. Bu bir chiqadi. B'ni bundan hisoblaymiz. Qara, bu 2 ga teng bo'lyapti. Ana. F deganimiz mana bu edi, taqsim x bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Mana bu yerda buni o'zi bo'lyapti. Ana x deganimiz qolib ketibdi-da bu yerda. Tushuntirishida bir chiqmaydi. Bu yerda qolib ketdi. O'shani keyin birdan o'zimiz to'g'rilab ketamiz. O'zimizda xatomizni o'zimiz to'g'rilasak, hech narsa qilmaydi. Xo'p. Mana bu yerda x deganimiz qolib ketdi. Ana shunda. Shunda mana bu kubi bilan ana x deganimiz qisqarib ketsa, kvadrat qoladi. Suratda kvadrat 3 xat. Maxrajdan ochib chiqsang kvadrat 3 xat bo'ladi. Mana bu yerda x kvadrat-ku x kvadratni kvadrat 3 xat deyapman bo'lyapti. Mana keyingisi 0 ko'paytirilgan x keyingisi qo'shilgan 0 kvadrat 3 xat. Tushundingmi? Xo'p, endi qarang. Suratida ham x kvadrat, maxrajda ham x kvadrat. X ning eng baland darajasi. Shu x kvadratga surat maxrajini bo'lib olsak, unda mana x kvadrat pastdagi x kvadrat ketadi-da, tagiga qo'shilgan bir taqsim x bo'ladi. Keyingisida bir taqsim x kvadrat bo'ladi. Ikkalasida ham x cheksizlikka intilganda bir taqsim cheksiz 0 bo'lib ketadi. Bu yerda x kvadrat qisqarganda 1 qoladi. Shundan 1 kelib chiqdi. Ana endi qarang. Ikkinchisida f x ni olib kelib qo'ydik o'rniga. Minus k x. Xo'p, bu yerdan umum maxraj bersak, bu x kvadrat eng baland yuqori darajasi. X ko'paytirsak x kub bo'ladi. Mana bunday bo'ladi. Mana x kub o'zi turibdi, minus bu yerda x kub va hokazo ketadi. Ana endi qarang. X kub bilan x kub ketadi. Mana bu yerda x kvadrat, maxrajda ham x kvadrat bor. Bo'lsangiz, limitga o'tsangiz, boyagiday 1 ni beradi. Lekin bizda endi 1 emas. X kvadratning oldida suratda 2 turibdi. Shuning uchun buning javobi 2 chiqadi. Tushundingizmi? Mana 2 tur. Shunday qilib K'ni topdik 1 ga teng ekan, B'ni topdik 2 ga teng ekan. Bundan kelib ko'rinadiki, xo'p, bundan ko'rinadiki, demak, L to'g'ri chizig'imiz L nimani y deb belgilab
y'imiz barobar k x plus b edi barobar k'imiz 1ga teng 1 ko'paytirilgan x minus plus b b'imiz 2ga teng x plus 2. Ana shu demak berilgan funksiyaning nimasi bo'lar ekan? Olma asymptotasi bo'lar ekan. O'chiraman. Ana. Ishonasizlar, mana keldi. Buni ham quyida yozasiz. Bu misoldan sizga qilib biz sizlar bilan funksiyani botib qavarliqligini o'rgandik. Keyin nimasini o'rgandik? Asymptotasini o'rgandik. Vertikal asymptota va olma asymptotalar o'rgandik. Bo'ldi. Biz funksiya boshida mavzumizni bir eslaylik. Funksiyani hosila yordamida tekshirish va grafikni. Keyingi nimaga o'tdik? Grafikni chizish uchun mana bu hozirgi men aytgan narsalar beshta sanadim. Bu yerda 6 ekan nimani aytmoqmiz? Juftliqligini aytmoqmiz. Juftliqligini ham topib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Boyagi men aytgan 5 ta bilan chizsa bo'ladi. Juftliqligini bilib qo'ysangiz, yana ham chizishingiz oson bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p. Misol ko'ramiz. Misol. Mana bizga shunday misol berilgan. X kvadrat minus 6x plus 3 taqsim x minus 3. Mana shu funksiyani biz hosila yordam, differensial yordamida to'liq tekshirishimiz kerak va oxirida grafikni yasashimiz. Buning uchun boyagi aytilgan ishlarni birma-bir bajaramiz. Birinchi funksiyaning aniqlanish sohasini topamiz. Demak, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi, sen eshityapsanmi? Eshityapsizlar? Xo'p, funksiyaning aniqlanish sohasini bu ko'rinib turibdi, ja murakkab funksiya emas, kasr funksiya ma'noviga bo'lishi uchun maxraji noldan farqli bo'lishi kerak. Mana noldan farqli deb oldik. Natijada sohamiz 2 ga bo'lindi. Sen shunday chiqinda bizga yordamda mana bir orqasini shuni tozalab tasha. Xo'p, ana qarang. Shunday sohaga o'zi bu barcha haqiqatlar to'plamida ko'rilyapti. Lekin 3 degan nuqtada funksiya ma'nosini yo'qotar ekan, shuning uchun 3 degan nuqtani olib tashladik. Bu yoqqa qarang, bu yoqqa nima bor? Mana shu sonlar to'g'ri chiziqda bitta 3 degan nuqtani kesib tashlasak, demak, cheksizdan 3 gacha, 3 dan yarim kesgacha, ya'ni 3 degan nuqtadan sakrab o'tasiz. Bo'lsa tushib ketasiz. Ana shu holat mana shu bo'ladi. Ana endi ikkinchi sohamizda berilgan funksiya uzluksiz. Buni tekshirib o'tirishga vaqt ketkazib o'tirmaylik, shunday ko'rinib turibdi. Uzluksizlik shartlarini nima qilasiz? Eslaysizda tekshirasiz. Biz tekshirdik. U uzluksiz ekan, tamom. Keyin funksiyaning juftliqligi. Bu funksiyamiz juft emas ekan. Toq emas ekan, davriy emas ekan. Bir xil juft bo'lsa, bo'ldi deb juftligidan foydalanib ketamiz. Davriy bo'lsa, davriyligidan foydalanamiz. Lekin bu juft emas, toq emas. Lekin qanday tekshiradi shu juftliqni? Aytib berilgan funksiyaga -x ni qo'ysak, xuddi shu funksiya yana chiqsa juft deyiladi. Xuddi shu funksiyani minusga kelib chiqsa, toq deyiladi. Agar umuman boshqa funksiya kelib chiqsa, juft ham emas, toq ham emas. Ana shunday, yaxshi o'tiring.
Bizni funksiyamiz agarda x o'rniga minus x qo'yganimizda f minus x teng f x bo'lganda edi juft derdik. Bunday emas ekan. Shuning uchun bir tekshirib ko'rdimda, vaqtimiz qolgani uchun ana shuni sizga ko'rsatmay shunday o'tib ketmoqchi edim, barib to'xtadik. Davriy ham emas ekan. Davriyligini eslaysiz. Agar funksiyani argumentiga nima qo'shsak, birorta doimiy bitta son qo'shsak, uni davr deb aytamiz. Shunda yana funksiyani o'sha oldingi qiymat qo'shmasdan oldingi qiymatga chiqish kerak. Bunda davriy bo'ladi. Xo'p. Keyingisi. O'suvchi kamayuvchiligi. Qarang. Mana doskamiz bo'shadi, yaxshi bo'ldi. Endi men chizgan chizmalarga sal e'tibor bermaysiz. Yana qarorlaringizni hisobga olasiz. Qo'lim qaltirab ketishi mumkin. Ana shunday to'g'ri chizilgan deb tasavvur qilasiz. Ana endi qarang. Bizniki minus cheksizdan plus cheksizgacha edi. X 3 ga teng bo'lmadi. Demak, mana bu yerda 3 degan nuqta bo'lsa, mana. Mana shu yerga qo'yib olingan. Shunda kelasiz. Sakrab o'tasiz, yana davom etasiz. Qarang. 3 ning chap tomoni va 3 ning o'ng tomoni. Shu oralida ko'radigan bo'lsak, qarang. Funksiyamiz minus cheksizdan 3 gacha kelguncha nima ekan? O'suvchi bo'ladi. O'suvchi. Xo'p, mana ham o'suvchi bo'ladi. Ikkinchi oralig'ida esa bizda ikkita oraliq. Ikkinchi oralig'ida funksiyamiz mana ham o'suvchi. Boshqa aytganda ikkala oralig'ida ham nima ekan? Mana ham o'suvchi funksiya ekan. Xo'p. Mana bu yerda o'suvchi, bu yerda ham o'suvchi. Endi funksiyaning nollarini ham tekshirishimiz kerak. Bu yerda nima tekshiryapmiz? Ha, ekstremum nuqtalarini tekshiryapmiz. Ekstremum nuqtasini funksiyaning bazasini nolga teng bo'lish kerak-da. Ekstremum nuqtalar deganda bilasizmi? Mana bu yoki mana bu. Bularga mos kelgan, bular mesga hammasini necha marta tushuntirgan. Xo'p, ekstrem nuqtalarda hosilalar nolga teng bo'lishi kerak, lekin biz hosilalarni hisoblab chiqsak, mana birinchi tartib hosilamizda mahraji nolga teng emas, endi uni kelishib olganmiz. Surati x kvadrat minus 6x plus 15 teng 0 bo'lsagina hosilalar nolga teng bo'ladi. Lekin bu nolga teng bo'lmas ekan. Men hisoblab chiqdim. Buni bilasiz, diskriminant hisoblab yechimga ega emas. Menimcha bu diskriminant manfiy bo'ladi. Bu yerda diskriminant manfiy bo'ladi. Shuning uchun nima? Yechim yo'q. Qisqasi, demak, ekstrem nuqtalari yo'q. Ikkinchi tartibli hosilasini ko'rsak, bu ikkinchi tartibli hosila mana bu oraliqda xo'p manfiy bo'ladi, kubi manfiy bo'ladi, musbat. Demak, mana bu oraliqda musbat, demak botiq bo'ladi. Ikkinchi tartibli hosila nima bo'lsa, nima bo'ladi? Xo'p, musbat bo'lsa botiq bo'ladi. Nardi oralig'ida esa, mana bu oralig'ida esa bu mana bu doim musbat son musbat bo'ladi, manfiy. Bu oralig'ida manfiy bo'ladi. Demak, grafik qaror. Qisqasi asimtotalarni topamiz. Vertikal asimtotamiz x barobar.
uch deganimiz og'ma asimtotalarimiz. Mana shular, mana xo'p, funksiyani grafini ishlatib, ana shunaqa grafik. Mana bu oralig'ida qavariq degan edik, botiq degan edik. Mana minus cheksidan 3 gacha mana 3 degan nuqta. Xo'p, ikkinchi oralig'ida qavariq dedik, mana qavariq x barobar 3 degan nuqtamiz vertikal asimtota, to'g'ri chizig'imiz vertikal asimtota bo'lardi. Mana og'ma asimtotani boya topgandik, mana shu bo'ldi. Mana x barobar x minus 3 degan to'g'ri chiziq bo'ldi. Ana shunday qilib biz funksiyaning grafikini yasadik. Qarang, boyagi men mana bu yerda yozganman, soatim 5 ta, lekin bu yerda ko'p narsani yozganman. O'shalarni erinmay ketma-ket bajarib kelasiz. Grafikka aytganlar joylashtirasiz, bo'ldi, o'zi grafik kelib chiqadi. Shunday paytda o'ziga o'zi qoyil qolib ketasiz. Bu shu narsani grafikini chizdim deydi. Endi bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Biz sizlar bilan slayd qo'ydik. Biz sizlar bilan funksiyalarni to'liq tekshirishni o'rgandik va grafik chizishni o'rgandik. Menga savollaring bormi? Agarda savollaring bo'lmasa, u holda bugungi darsda o'rganib chiqqan narsalarimizni birinchi, xo'p, funksiyaning botiq qavarligiga ta'rif berdik. Mana birinchi ta'rif. Ana grafikda ko'rdik, botiq bo'lganda mana bunday bo'ladi, qavarliq bo'lganda bunday bo'ladi. Teoremani isbotladik. Agarda u botiq yoki qavarliq bo'lsa, unga mos ravishda funksiyaning birinchi tartibli hosilasi o'suvchi yoki kamayuvchi bo'ladi. Buni o'rgandik. Ikkinchi teoremada agarda funksiyamiz botiq yoki qavarliq bo'lsa, shunga mos ravishda ikkinchi tartibli hosilasi nomanfiy yoki nomusbat bo'lar ekan. Ta'rif berdik. Buni mana ta'rif etdik. Egilish nuqtasini ta'rifini aytdik. Bu oralikda o'tayotganda shu yerda botiqdan qavarliqqa o'tsa, shu yerda egilish nuqtasi bo'ladi, yoki qavarliqdan botiqqa o'tsa, keyin egilish nuqtasi bo'ladi. Bu yerda endi vertikal asimtotaning ta'rifi, gorizontal asimtotaning ta'rifi. Bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu x cheksizlikka intilganda 0 ga intilishi kerak. Oxirida ana shu narsalarni ko'rdik va oxirida boyagi grafikni yasadik. Menga savollaring bor? Vaqtimiz bormi yo'q? Yo'q. Tugadi. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men oliy matematika kafedrasi mudiri Sabira Mamaga bo'zimdaman. Hozir ustozim juda ajoyib ma'ruzalar uchun minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ishim nihoyatda ko'p, mana kompyuter bilan ishlab o'tiribman, lekin ochig'ini aytaman, hech qanday ish qila olmadim. Chunki ustoz meni maktabda o'qitganlar, o'zi doimo o'shadan maslahat olib qolish shunchalik mazza qildim ma'ruzalariga. Xuddi avvalgi o'tirgan bitta ham ishimni qila olmadim, ochiq tan olaman. Ustoz yana bir bor chiroyli ma'ruzangiz uchun juda ajoyib bo'ldi. Hozir talabalar ham o'zim ham magistr talabalar o'tiribdi orqada, ustozlarimiz o'tirishibdi, kafedramiz ustozlari. Menimcha hamma shu fikrga qo'shilsa kerak. Juda ajoyib mazmunli ma'ruzangiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Umringiz uzoq bo'lsin, doim sog' salomat bo'ling. Ustozlarga biz kabi ustozlikda davom ettiravering. Ular ham hali asta-asta mana endi birinchi kurs ekan, yil davomida ko'rib borishadi. Qachondir xafa bo'lsang, keyin xursand bo'lishadi. Tanbeh beryapsiz,
u tanbehni to'g'ri qabul qilishadi deb o'ylayman. Sizlarga ham rahmat, hammanglarga ustoz ming bor tashakkur. Bitta narsa qoldi aytilmagan, baholar doskaga chiqqan ishlagan ekanlariga ham besh, mana qog'ozni yozgan hollarni ham ko'rib chiqdim, ularga ham qisqasi 5 chiqdi, beshalangiz ham yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar, darsni tugatdik. Hayır.